Dostum sen ne kaşıksın? Aldına varıp sür. Alnından sürse alnından. Alnından sür, alnından sür. Ağayı sür koy alnısına. Ağayı sür. Dikkat söyle. Talantlı ballar şimdi darlı ballar mı? Darlı ballar da bu talantlı ballar. Biz sizga böyle bir hareketga tayinligi bor, qobiliyatiga barqaror bo'ladi. Darında balanın erişikliklari, qobiliyati yaklaşasam ko'rmaydi, qo'shilg'i jo'g'ari bo'ladi. Misol, Suriyada muzika, matematika degan siyahda. Jana axborotni tez qabullaydi, suratni ko'p qo'yadi, bilgisi keladi. Bir salaga erishishga intasi bo'ladi, o'ylab qobiliyati qatorlaridan jo'g'ari bo'lishi mumkin. Misal keltiradigan bo'lsak, suratga beyimi bor, endi tez vaqtda bolada yuzga yetib yordam chiqaradigan bola, darında bola qatoriga o'tadi. Және darında bola axborotni tez qabullab, esga saqlab yaxshi bo'ladi. Qo'shgan o'rta qiziqishlig'i jo'g'ari bo'ladi. Xiyolining boy bo'luvi, logikalik o'ylovi yaxshi damlagan. Bir nechta isti qator yengil aluvi, o'z beticha o'rganishga intiluvi. Bo'ldi. Talantlı bola o'zining qobiliyatini jiyli turda damitib, belgili bir salada jo'g'ari yetuklikka yetgan, natijasi aniq ko'rinadigan bola. Talantlı bolanın negizgi belgilari, belgili bir salada erishchi natija ko'rsatuvi, jo'g'ari denglikdagi sheberlik, uzoq vaqt bir ishga shug'ullana oluvi, еңбекқорлығы мен talantligi, o'zini damituga degan turoqli umtilishi, o'z stili, o'z erishchiligini bo'luvi. Talantlı bolanın қалыптасуы. Talant тек tabiiy qobiliyatdan emas, bir nechta faktorning natijasida қалыптасады. Туа bitgan darin, uzluksiz еңбек, durust бағыт-бағдар, qo'ldav, ата-ona және muallimning jаттығуы мен tajriba, talantlı bolaмен жұмыс, arnayı бағдарлама ұсыну, жарыстар мен олимпиадаларға қатыстыру, кәсіби деңгейде дамыту, мотивация беру, психологиялық қолдау көрсету. Жоқ. Қазір бір-біріңе береміз. Әрбір топтың